Eshitdinglarmi? O'zbekistonda yangi uchoq radar paydo bo'lganmish. Eng qizig'i, u sizni 1,5 kilometr masofadan jarimaga tortarmish. Xavfsizlik kamariga, telefonga, tezlikka tortayotganmish. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yana sizlarni Achucho kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. O'zbekistonda yangi lochin ko'z radari paydo bo'ldi va shu haqida har xil internetda mish-mishlar yuribdi. Men bugun sizlarga ushbu radarning haqiqatdan qanday ishlashi, haqiqatdan sizni 1,5 kilometr masofadan jarimaga tortadimi, yo'qmi, xullas qanaqa radar detektori uni aniqlab berish mumkinligini sizlarga ko'rsatib aytib beraman. Siz esa albatta kanalimizni rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni, uzoqlarda o'z fikringizni qoldirishni, tanish bilishlaringizda ushbu videoni jo'natishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Demak, biz boshladik. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yana sizlarni Achucho kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Tanishing, yana yangi O'zbekistonda uchoq, ya'ni ko'chma radar lochin ko'z. Xuddi shunaqa eshitdingiz, lochin ko'z, ya'ni bu tushunganingizdek O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan O'zbekiston mahsuloti hisoblanadi. Ha, bu narsa yangilik emas, ya'ni hozirda ko'plab qo'yilayotgan O'zbekistondagi ko'chma radarlar va umumiy statsionar radarlarning ko'pchiligi hozirda O'zbekistonda ishlab chiqarilyapti va ko'pchiligi mahalliylashtirildi. Bu narsa menimcha juda ham quvonarli, sababi ko'plab boshqa davlatlarda ham, mana qo'shni Qozog'iston deymiz yoki qo'shni Rossiya ham, Germaniya ham, boshqa davlatlarda ham radarlar asosiy mahalliy ishlab chiqaruvchilardan sotib olinib, yo'llarni xavfsizligini ta'minlash uchun qo'yiladi. Ya'ni chetdan kamdan kam holatlarda sotib olinadi. Chunki Qozog'istonda ham asosiy qo'yiladigan radarlar mana Sergek, bizning mana Hikkejinimiz bor-ku, ikkinchisi mana ularda Chemodan deb nomlanadi. Shu radar ham va albatta yo'llarda yurayotgan mana Kiber Sherif, bizning erkin patrullarimiz bor-ku, u yoqda zavodlar tashkil etilgan va o'sha joyda ishlab chiqariladi. Bizda ham hozir so'nggi paytlarda juda ham yaxshi bu, menimcha, yana ham bilmadim. Ko'plab qo'yilayotgan radarlarning ko'pchiligi mahalliylashtirib O'zbekistonda ishlab chiqarilib, Maden O'zbekiston yozuvi mavjud. Demak, buni qo'yib turamiz va yana o'zimizning lochin ko'z radarimizga qaytamiz. Lochin ko'z radari bu yangilik radar emas, chunki buni akalari ham mavjud. Bu O'zbekistonga eng birinchilardan bo'lib o'rnatilgan radarlarning biri hisoblanadi. Ya'ni birinchisi emas u, ya'ni radarlarning biri. Ya'ni bu narsani statsionar radar hisoblanadi va bu mana o'sib ulg'ayib o'zining ukasini topdi va hozirgi o'zining ukasi mana uch oyoq sifatida, ya'ni ko'chma radar sifatida o'z faoliyatini olib boryapti. Xo'p, radar bilan ozroq tanishib oldik. Endi qarang, internetda tarqalayotgan miflarga qaytamiz. Ya'ni ushbu radar sizni 1,5 kilometrdan xavfsizlik kamariga, tezlikka va albatta telefondan foydalanadigan bo'lsangiz, jarimaga tushiradi degan gaplarni eshitdim. Lekin bu narsa juda ham fake. Ushbu lochin ko'z radarni bitta yagona qiladigan ishi faqatgina tezlikka sizni jarimaga tortadi. Va ha, shunaqa gap eshitdim. Haqiqatdan ham O'zbekistonga yangi radar olib kelinishi mumkin emish, ya'niki u radar sizni 1,5 kilometr masofadan xavfsizlik kamarini taqmasangiz yoki tezligingiz yoki telefondan foydalanadigan bo'lsangiz jarimaga tortishi mumkin emish. Lekin bu ham katta ehtimol bilan fake bo'lishi mumkin. Sababi uning uchun radarning kameralarining linzasi juda ham kuchli bo'lishi kerak va bu narsa juda ham qimmat turadi. Menimcha u narsani yo'llarda ishlatish menimcha davlat uchun qimmatga tushishi mumkin. Yana ham bilmadim. Buni vaqt ko'rsatadi. Lekin keling biz o'zimizning qora ko'z bo'lgan lochin ko'zimizga qaytamiz. Xo'p, lochin ko'z radari bir nechta qismdan iborat. Asosiy uning radarning o'zi va qo'shimchasiga unga o'rnatilgan, ya'ni biriktirilgan plansheti. Planshet nima uchun kerak deb so'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Planshet kerakligi ilgari mana radarlar qo'yiladi-ku, ko'chma radarlar. Ko'chma radar qo'yilgan payti radarni o'zidan kirib, necha tezlikka qo'yish, qancha mashina jarimaga tushdi va sozlamalarning hammasini aynan radarni o'zidan qilardingiz. Men tushunishim bo'yicha bu narsa yo'l patrul xodimlariga qanaqadir noqulaylik tug'dirgan va albatta radarni balki ishlashiga ham balki noqulaylik tug'dirgani uchun hozirgi o'rnatilayotgan ko'plab ko'chma radarlarni patrul xodimlariga beradigan plansheti bo'ladi-yu, o'sha bilan integratsiya qilingan, ya'ni bir-biriga bog'langan, bemalol o'sha planshet orqali sozlamalarni to'g'rilab, kim necha tezlikka tushyapti, barchalarni o'sha planshet orqali ko'rib tursa bo'ladigan qilishgan.
Mana shunaqa gaplar, mana innovatsion degan narsa mana shunaqa bo'ladi azizlar. Ha, aytgancha, ushbu radar yangilik emas. Bu radarni birinchi Toshkentdagi Turin Politexnika oldida bir 3 oy 4 oycha sinashdi. Testdan yaxshi o'tdi shekilli. Hozirda faqatgina Toshkent yo'llarini nazorat qilyapti. Agarda Toshkent yo'llarida ham o'zini oqlaydigan bo'lsa, balki katta ehtimol bilan boshqa viloyatlarda ham ushbu radarni ko'rishimiz mavjud. Radarni ishlash prinsipiga to'xtaladigan bo'lsak, bu radar bizning eski qora ko'z radarlarimizga o'xshamaydi. Ya'ni bu xuddi sun'iy gulga o'xshaydi. Radar degan o'zidan signal chiqarib, mashinaga urilib, qaytib kelib, chastotalar o'zgarib, mashina tezligini o'lchab beradigan bo'lsa, bu juda ham go'zal bo'lgan radar deb hisoblayman. Bu esa xuddi sun'iy gulga o'xshab, o'zidan nur tarqatmaydi, o'zidan ifori yo'q deydi-ku. Shunaqa ishlaydi. Bu faqat video fiksatsiya bo'yicha, ya'ni sun'iy intellektga, matematika, balki ozroq fizikaga ham asoslangan holda sizning kelganingizni ko'radi va sizni necha metr yurganingiz va har bittasini hisoblab, matematik usul orqali va sun'iy intellektlar yordamida sizning tezligingizni o'lchab beradi. Shuning uchun bundan tushunganingizdek, radar detektorlar uchun signal topish juda ham qiyin. Lekin radar detektor ishlab chiqaruvchilar ham bekor turmaydi va albatta buni har bitta yo'lini topishga harakat qiladi va yo'li topilgan, ya'ni har bitta radarda maxsus o'zini infraqizil nurlari mavjud bo'ladi. Ya'ni bu infraqizil nur kunning qorong'uroq va qop-qorong'u vaqtida mashina raqami va mashinaning rangini bilish uchun u narsa ishlaydi va uning signallari, mana qizil yonib turgan bo'lsa ham uning signallari radardan chiqayotgan signallarga o'xshab ketadi. Shuning uchun ham uni faqatgina infraqizil nurlarni aniqlash orqali aniqlasa bo'ladi. Lekin uni infraqizil nurdan chiqayotgan signallar juda uzoq masofaga bormaydi. Ya'ni 150, 200, maksimal 200 metrgacha borishi mumkin, ya'ni bilmadim. Shu orqali radar detektor aniqlasa bo'ladi. Misol uchun X-scan radar detektorlari, mana yaqinda videosini ko'rdim. Buni ham videosini qo'yaman, siz ham ko'rsangiz bo'ladi. Ushbu radarni oldi tomondan taxminan 100, 120, 200 metr masofagacha aniqlab bergan. Bu narsa video davomida bo'ladi va bir narsani aytib o'taman. Ushbu radar bir vaqtning o'zida bemalol 4, 5, 6 ta polosagacha ham yo'llarni nazorat qilar ekan. Agarda radar yo'lni bu tarafida bo'lsa-yu, o'rtada hech qanaqa to'siq, bordyorlar bo'lmaydigan bo'lsa, siz yo'lning bu tarafidan ketayotgan bo'lsangiz ham sizga sevgi xati jo'natiladi. Mana esa hozir sizlarga ushbu radar detektorini X-scan radar detektorlari qanaqa aniqlaganini qo'yib beraman. Siz esa obuna bo'ling, like bosing. Mana sizlar uchun 3-marta indamas lochin ko'zga test qilishga yana aylanib kelyapmiz. Ko'ramiz X-scandan qanaqa natija ko'rsatar ekan. O'sha deteksiyasini ko'ryapsizlar, necha metrdan o'tganini. Hozir endi ko'ramiz bu safar qanaqa reaksiya bildirar ekan o'sha lochin ko'zga. Mana ko'ryapsizlarmi deteksiyani? Necha metrdan o'shyapti mana taxminan. Realni 200 metr bor. Mana masofa. Realni mana 200 metr bor. Hozir sizlarga ko'rsataman, yana qayerda turganini. 200 metrdan oshiq ham bo'lishi mumkin. Hozir biz taxminan aytamiz. Mana o'sha lochin ko'z va X-scan Air Max modeli. Bizga obuna bo'lishni unutmang, like va podpiska esdan chiqmasin. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan ham zo'r natijalar hali oldinda. Salomat bo'ling. X-scan S5 combo model. Qani ko'raylik, o'sha lochin ko'z yangi radarga kelyapmiz, deteksiyasi qanaqa masofadan ushlab berar ekan. Yo'lni o'ng tarafida turibdi, mostdan chiqishda. X-scan S5 modeldan ko'ramiz, deteksiyani qancha masofadan o'zgaradi. Ko'ryapsizlarmi necha metrligini? O'zingizlar baho beringlar, qanaqa masofada ushlayotganini. X-scan S5 modeli. Yo'lni o'ng tarafida turibdi. X-scan S5 modeli. Natija vashi bomba natija. Xo'p, aziz do'stlar, videoni ko'rdingiz. Agarda sizga ushbu radar detektor qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Mana 97lik 485 0097 ga. Nafaqat ushbu radarni, qolgan radarlarni hammasini ham aniqlab beradi. Juda ham byudjetli radar detektor. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Demak, biz shu bilan videomizni shu joyda to'xtatamiz. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni, uzoqlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Sizlar bilan Achucho jamoasi bo'ldi. Radardan, xatardan asrasin deya videomizni shu joyda xayrlashamiz.